Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Telefoni bor pensionerlar uchun to'liq taqiq degan gap nimani anglatadi? Kimlarga taalluqli, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nabiralariga va nafaqa oladigan oilalarga bevosita tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta e'tiborsiz qoldirilgan xabar yoki bitta shoshma-shosharlik pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam bilan bog'liq muammoga olib kelishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki men bu mavzuni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avvalo eng asosiy narsani aytib olaman. Oddiy telefon yoki smartfon borligi uchun pensionerning pensiyasi avtomatik to'xtatiladi degan tushuncha ko'p hollarda noto'g'ri talqin qilinadi. Odamlar orasida telefoni bor ekan, demak moddiy ahvoli yaxshi, yordam berilmaydi. Smartfoni bo'lsa, nafaqadan chiqarib tashlashadi. Telefon raqami nomida bo'lsa, tekshiruvdan o'tolmaydi degan gaplar yuradi. Men bunday gaplarga juda ehtiyotkorlik bilan qarash kerakligini aytaman. Chunki telefonning o'zi emas, telefon orqali ko'rinadigan ayrim harakatlar, elektron tizimlardagi ma'lumotlar, bank kartalari, ro'yxatdan o'tgan raqamlar, daromad belgilarining noto'g'ri ko'rinishi yoki boshqa shaxslarning harakatlari muammo keltirib chiqarishi mumkin. Ilgari ko'p ishlar qog'oz orqali yuritilar edi. Pensioner mahallaga borardi, ariza yozardi, pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumot, daromad haqidagi hujjatlar yig'ilardi. Tekshir ko'proq mahalla, ijtimoiy xodim, pensiya bo'limi yoki tegishli tashkilotlarning qo'l mehnatiga bog'liq edi. Endi esa ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Telefon raqami bank kartasiga ulangan bo'lishi mumkin. Mobil ilova orqali pul o'tkazmalari ko'rinishi mumkin. Ayrim xizmatlar raqam orqali tasdiqlanadi. Ijtimoiy yordam arizalari ham elektron tarzda ko'rib chiqilishi mumkin. Mana shu yerda odamlar telefon bor bo'lsa, taqiq bor ekan degan xulosaga shoshilib kelishadi. Aslida o'zgarish shundaki, davlat organlari va bank tizimlari ko'proq raqamli ma'lumotlarga tayanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ham bor. Pensioner uydan chiqmasdan to'lovni ko'ra oladi. Farzandi yordamida ilovadan foydalanadi, SMS orqali pensiya tushganini biladi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Telefon raqami boshqa birovning ishlari uchun ishlatilsa, pensioner nomiga ortiqcha karta ochilsa, begona odamlar uning nomidan kredit olsa, raqam orqali firibgarlar pul aylantirsa, elektron tizimda pensioner faol daromad egasidek ko'rinib qolishi mumkin. Shu sababli men bu masalani telefon borligi taqiq deb emas, telefon va telefon raqami bilan bog'liq harakatlar nazorat ostida bo'lishi kerak deb tushuntiraman. Birinchi navbatda oddiy pensioner nimani bilishi kerak? Agar sizda oddiy tugmali telefon bo'lsa, u faqat qo'ng'iroq qilish va SMS olish uchun ishlatilsa, buning o'zi pensiya olishga to'siq emas. Agar sizda smartfon bo'lsa, unda Telegram bank ilovasi, kommunal to'lov ilovalari yoki davlat xizmatlari ilovasi bo'lsa, bu ham o'z-o'zidan muammo emas. Muammo telefon kimning nomida, unga qaysi bank kartalari ulangan, undan qanday pul o'tkazmalari amalga oshirilgan. Sizning nomingizdan kim foydalanayotganida. Masalan, birinchi hayotiy holatni olaylik. Olintekiz yoshli otaxon oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning smartfoni bor. Farzandi unga bank ilovasini o'rnatib bergan. Ota pensiyasi tushganini ko'radi, elektr uchun 500.000 so'm, gaz uchun 6.000 so'm, telefon uchun 20.000 so'm to'laydi. Bu normal holat. Bunday vaziyatda telefon borligi badavlatlik belgisi yoki pensiyani to'xtatish sababi emas. Aksincha, bu pensioner o'z to'lovlarini tartibli yuritayotganini ko'rsatadi. Ikkinchi holat. 72 yoshli onaxonning nomiga telefon raqami olingan, lekin raqamni nabirasi ishlatadi. Nabira shu raqamga bank kartasini ulagan, onaxon nomiga ochilgan kartadan do'stlariga pul o'tkazadi. Ba'zan 3 million so'm kiradi. 2.800.000 so'm chiqadi. Oy davomida 25 yoki 20 ta tranzaksiya bo'ladi. Onaxon esa bundan bexabar. Agar keyin ijtimoiy yordam, qo'shimcha nafaqa yoki kompensatsiya bo'yicha tekshiruv bo'lsa, tizimda onaxon nomidagi karta orqali katta pul aylanganini ko'rishlari mumkin. Bu yerda telefonning o'zi emas, onaxon nomidan bo'layotgan moliyaviy harakat muammo bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman. Pensionerning telefon raqami, SIM kartasi, bank kartasi va mobil ilovasi begona odamlar qo'lida bo'lmasligi kerak. Uchinchi holat.
pensioner o'g'lining iltimosi bilan o'z nomiga telefon raqami ochib beradi. O'g'li kichik savdo qiladi. Mijozlardan pulni shu raqamga ulangan kartaga qabul qiladi. Bir oyda 8 million so'm kirim bo'ladi. Keyingi oy 2 million so'm kirim bo'ladi. Pensionerning o'zi faqat pensiya bilan yashaydi. Lekin hujjatda pul pensioner nomidagi hisobga tushgan bo'lib ko'rinadi. Keyin pensioner men bu pullarni ishlatmaganman desa ham isbotlash qiyinlashadi. Chunki bank harakati SMS tasdiqlari, ilova kirishlari uning nomiga bog'langan. Mana shu holat juda xavfli. Ayniqsa kam ta'minlanganlik, moddiy yordam, uy-joy subsidiyasi yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar masalasida bunday pul aylanishlari savol tug'diradi. 4-holat, pensionerga firibgar qo'ng'iroq qiladi. Men bankdaman, kartangiz bloklanadi. SMS kodini ayting deydi. Pensioner ishonib kodni aytadi. Firibgar telefon raqam orqali bank ilovasiga kiradi. Kartadagi pensiyani yechib oladi yoki kredit rasmiylashtirishga urinadi. Keyin pensioner bankka boradi, lekin pul allaqachon ketgan bo'ladi. Bu ham telefoni bor pensioner xavf ostida degan gapning asl ma'nosiga yaqin. Chunki telefon orqali tasdiqlash endi juda kuchli vosita bo'lib qolgan. SMS kod, PIN kod, ilova paroli hech kimga aytilmasligi shart. Kimlar xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda 3 toifadagi insonlarni ogohlantiraman. Birinchisi, o'z telefon raqamini farzandi, nabirasi, qo'shnisi yoki tanishiga berib qo'ygan pensionerlar. Ikkinchisi, o'z nomidagi bank kartasini boshqalarga ishlatishga bergan pensionerlar. Uchinchisi, telefoniga kelgan SMS. Bank xabari, davlat xizmatlari xabari, kredit xabari yoki notanish qo'ng'iroqlarga e'tibor bermaydigan pensionerlar. Chunki muammo ko'pincha shu joylardan boshlanadi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar telefoningiz o'zingizda bo'lsa, SIM karta sizning ehtiyojingiz uchun ishlatilsa, kartangizdan faqat pensiya tushsa va odatiy xarajatlar qilinsa, notanish odamlarga kod bermasangiz, telefoningizga begona ilovalar o'rnatmasangiz, siz ortiqcha vahimaga tushishingiz shart emas. Siz telefon ishlatishingiz mumkin, bank ilovasidan foydalanishingiz mumkin. Farzandingiz sizga yordam berishi mumkin. Faqat nazorat sizda bo'lishi kerak. Men aynan shuni ta'kidlayman. Yordam boshqa, boshqaruvni butunlay topshirib qo'yish boshqa. Endi to'liq taqiq degan iborani alohida tushuntiraman. Ba'zi hollarda tashkilotlar yoki xizmatlar ayrim harakatlarni cheklashi mumkin. Masalan, pensioner nomidagi telefon raqam orqali shubhali operatsiyalar bo'lsa, bank xavfsizlik sababli ilovani vaqtincha bloklashi mumkin. Agar bir raqam ko'p odamlar nomidan ro'yxatdan o'tkazishda ishlatilsa, tizim qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar ijtimoiy yordam arizasida ko'rsatilgan ma'lumotlar bank ma'lumotlari bilan mos kelmasa, ariza rad etilishi yoki qayta tekshiruvga yuborilishi mumkin. Lekin bu telefoni bor pensionerga hamma narsa taqiqlanadi degani emas. Bu aniq holat, aniq sabab va aniq tekshiruv bilan bog'liq. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, telefon raqami pensioner nomida bo'lishi mumkin, lekin uni real hayotda boshqa odam ishlatishi mumkin. Huquqiy jihatdan esa javobgarlik ko'pincha raqam egasiga borib taqaladi. Agar shu raqam orqali shartnoma tasdiqlansa, bank ilovasiga kirilsa, qarz olinadigan platformaga ro'yxatdan o'tilsa, keyin men bilmaganman deyish har doim ham yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun pensioner nomiga olingan har bir SIM karta qayerda, kimda nima uchun ishlatilayotganini bilish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Bank kartasini faqat vaqtincha berib turish. Ko'pchilik shunday deydi. Ona, kartangizga pul tashlab turay, keyin yechib olaman yoki dada kartangizdan bir oy foydalanib turay, menga karta kerak bo'lib qoldi. Bir oy vaqtincha boshlangan ish yarim yilga cho'ziladi. Keyin karta orqali savdo puli, qarz, qaytarilgan pul, to'lovlar o'tadi. Natijada pensionerning moliyaviy profili o'zgarib ko'rinadi. Agar pensioner keyin imtiyozli yordam so'rasa, tizim bu odam hisobidan muntazam pul aylanmoqda deb ko'rishi mumkin. Men buni juda sodda misol bilan tushuntiraman. Siz oyiga 1 million 500 ming so'm pensiya olasiz. Lekin kartangizdan oyiga 10 million so'm kirib chiqsa, tashqaridan qaragan odam sizning real ahvolingizni darhol tushunmaydi. U hujjatga qaraydi, raqamga qaraydi, operatsiyaga qaraydi. Uchinchi nozik jihat. Telefon narxi va mulk masalasi. Ba'zi odamlar agar pensionerda qimmat telefon bo'lsa yordam berilmaydi deb o'ylaydi. Amalda masala faqat telefon narxida emas. Telefonni farzandi sovg'a qilgan bo'lishi mumkin. Eski telefon bo'lishi mumkin, bo'lib to'langan bo'lishi mumkin.
Lekin agar pensioner nomida juda qimmat texnikalar, bir nechta bank kartalari, yirik pul o'tkazmalari, kreditlar yoki boshqa daromad belgilari ko'paysa, albatta savollar tug'iladi. Shuning uchun bitta smartfonning o'zi emas, umumiy manzara ahamiyatli. 4-nozik jihat: davlat xizmatlari va elektron tasdiqlar. Hozir ko'p joyda telefon raqami shaxsni tasdiqlash vositasiga aylangan. Ariza topshirish, navbat olish, jarima ko'rish, soliq ma'lumotini tekshirish, bank operatsiyasini tasdiqlash, kommunal xizmatga kirish, hatto ayrim tibbiy yoki ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda ham telefon kerak bo'ladi. Agar pensionerning telefoni doim boshqalarda bo'lsa, muhim xabarni vaqtida ko'rmay qoladi. Masalan, arizangiz bo'yicha qo'shimcha hujjat so'ralgan bo'lishi mumkin. Siz 10 kun ichida javob bermasangiz, ariza yopilishi yoki rad etilishi mumkin. Keyin odam menga hech kim aytmadi deydi. Aslida xabar telefonga kelgan bo'ladi. Lekin telefon boshqalarda turgan bo'ladi. 5-nozik jihat: qarindoshlar yordam berayotganda ham tartib bo'lishi kerak. Men farzandlar ota-onasiga yordam bermasin demayman. Aksincha, yoshi katta insonlarga telefon, bank ilovasi, kommunal to'lovlar, navbat olish, shifokorga yozilish masalasida yordam kerak bo'ladi. Lekin yordam shaffof bo'lishi kerak. Masalan, farzand onasining telefoniga bank ilovasini o'rnatib bersa, parolni onasi bilsin, kartani onasi saqlasin, SMS kodni hech kimga aytmaslikni tushunsin. Farzand to'lov qilsa, onasining roziligi bilan qilsin. Onaning nomidagi karta farzandning biznesi, savdosi yoki shaxsiy qarzlari uchun ishlatilmasin. Mana shu chegarani saqlash kerak. 6-nozik jihat: pensionerning nomidan kredit yoki mikroqarz olish xavfi. Bugun telefon raqami, pasport ma'lumotlari, yuzni tasdiqlash, SMS kod orqali ayrim moliyaviy xizmatlar rasmiylashtirilishi mumkin. Firibgarlar aynan yoshi katta odamlarni nishonga oladi. Chunki ular ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Texnik jarayonni to'liq tushunmasligi mumkin. Masalan, sizga kompensatsiya chiqdi, pensiyangiz oshiriladi. Kartangizga 500 ming so'm tushiramiz. Ro'yxatdan o'tish uchun kodni ayting deyishadi. Men qat'iy aytaman. Hech bir bank xodimi, davlat idorasi xodimi yoki haqiqiy mutaxassis sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Kod so'ralsa, bu juda katta xavf belgisi. 7-nozik jihat: mening telefonim eski. Demak xavf yo'q degan xato fikr. Tugmali telefon ham xavfsiz emas. Agar unga SMS kod kelsa va siz kodni aytsangiz, baribir zarar ko'rishingiz mumkin. Smartfon bo'lmasa ham sim karta orqali tasdiqlash ishlaydi. Demak, xavfsizlik faqat telefon turiga bog'liq emas, odamning ehtiyotkorligiga bog'liq. 8-nozik jihat: nomingizdagi ortiqcha sim kartalar. Ba'zi pensionerlar yillar davomida turli operatorlardan raqam olgan, keyin unutgan. Ayrim raqamlar yo'qolgan, ayrimlari qarindoshga berilgan. Men tavsiya qilaman, qaysi operatorlarda nomingizga nechta raqam borligini tekshiring. Keraksiz raqamlarni yo'qtiring. Chunki nomingizda turgan, lekin siz foydalanmaydigan raqam keyinchalik muammo manbai bo'lishi mumkin. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, telefon raqamingizni tekshiring. Qaysi sim karta sizning nomingizda? Qaysi raqamni o'zingiz ishlatyapsiz? Qaysi biri farzandingiz yoki nabirangizda? Qaysi biri umuman yo'qolgan? Barchasini yozib chiqing. Agar nomingizdagi raqam sizda bo'lmasa, aloqa operatori ofisiga boring. Pasport yoki ID karta olib boring. Mening nomimda nechta raqam bor, qaysilari faol, keraksizlarni bekor qilmoqchiman deb murojaat qiling. Bu juda oddiy, lekin juda muhim qadam. 2-qadam. Bank kartalaringizni tartibga keltiring. Qaysi bankda kartangiz bor? Qaysi kartaga pensiya tushadi? Qaysi karta ishlatilmayapti? Qaysi kartani boshqalar olib yurgan? Buni aniqlang. Bank filialiga boring yoki ishonchli farzandingiz bilan rasmiy bank ilovasidan tekshiring. Ishlatilmaydigan kartalarni yo'qtiring. Begona odam ishlatayotgan kartani darhol qaytarib oling yoki blok qildiring. Agar kartangiz orqali siz bilmagan pul kirib chiqayotgan bo'lsa, bankdan ko'chirma oling. Ko'chirmada sana summa kimdan kelgani, kimga ketgani ko'rinadi. Bu keyinchalik tushuntirish berish uchun kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Telefoningizdagi parollarni mustahkamlang. Smartfoningizga oddiy 1021, 1234, tug'ilgan yil yoki pasportdagi oson raqamlarni qo'ymang. Ilova parollarni hech kimga bermang. Bank ilovasida yuz orqali kirish yoki barmoq izi bo'lsa, uni faqat o'zingizga sozlang. Telefonni ta'mirga berganda bank ilovasidan chiqib qo'ying yoki ishonchli odam bilan birga boring. Telefon yo'qolsa, darhol sim kartani blok qildiring va bankka xabar bering.
To'rtinchi qadam SMS kod qo'yasiz. Men buni alohida eslataman. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Hatto qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank xodimi, prokuratura, ichki ishlar, pensiya bo'limi, mahalla, soliq, davlat xizmati vakili deb tanishtirsa ham kod aytilmaydi. Agar haqiqiy muammo bo'lsa, siz telefonni qo'yib, rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qilasiz yoki tashkilotga shaxsan borasiz. Firibgarlar shoshiltiradi, qo'rqitadi. Hozir aytmasangiz kech bo'ladi deydi. Haqiqiy tashkilot sizni SMS kod aytishga majburlamaydi. 5-qadam ijtimoiy yordam yoki nafaqa bilan bog'liq ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, oldindan hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, oila tarkibi, yashash manzili, bank karta rekvizitlari, agar kerak bo'lsa tibbiy hujjatlar. Nogironlik bo'yicha ma'lumot, kommunal to'lovlar haqidagi hujjatlar, daromad bo'yicha izohlar tayyor bo'lsin. Agar kartangizdan sizga tegishli bo'lmagan pul aylangan bo'lsa, buni yashirmang. Bu pul o'g'limning savdo puli edi. Mening daromadim emas deyishi oson, lekin isbotsiz qiyin. Shuning uchun bundan keyin bunday holatni to'xtating va zarur bo'lsa yozma tushuntirish tayyorlang. 6-qadam. Mahalla yoki tegishli ijtimoiy bo'limga borayotganda aniq savol bering. Telefonim bor, shu sabab nafaqam to'xtaydimi? deb umumiy so'rashdan ko'ra, mening nomimdagi raqamdan farzandim foydalangan. Bank kartamda shunday pul aylanishlari bo'lgan, bu arizamga ta'sir qiladimi? Qanday hujjat bilan tushuntirsam bo'ladi deb aniq so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. Javobni yozma shaklida yoki rasmiy tartibda oling. 7-qadam. Farzandlar uchun alohida maslahat. Ota-onangizning telefonini baribir ular tushunmaydi deb to'liq o'zingiz boshqarmang. Ularga asosiy qoidalarni oddiy qilib o'rgating. Pensiya tushganda SMS qanday keladi? Bank ilovasida qoldi qayerda ko'rinadi? Notanish qo'ng'iroq bo'lsa nima qilish kerak? Kodni kimga aytmaslik kerak? Telefon yo'qolsa kimga qo'ng'iroq qilish kerak? Bularni tushuntiring. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, muhim raqamlarni qog'ozga yozib, uyda ko'rinadigan joyga qo'ying. Farzand raqami, bankning rasmiy raqami, aloqa operatori, mahalla mas'uli. Lekin parollarni qog'ozga ochiq yozib qo'ymang. 8-qadam. Qarindoshlar biznesi yoki shaxsiy pul aylanishi uchun pensioner kartasidan foydalanishni to'xtating. Bu juda muhim. 1-2 marta xolos deb boshlangan narsa keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Har kim o'z kartasi, o'z raqami, o'z hisobidan foydalansin. Pensionerning kartasi pensiya, shaxsiy xarajatlar, davolanish, kommunal to'lovlar va o'z ehtiyoji uchun ishlatilgani ma'qul. 9-qadam. Shubhali holat bo'lsa darhol harakat qiling. Telefoningizga siz olmagan kredit haqida SMS kelsa, bank kartangizdan pul yechilsa, notanish odam sizning nomingizdan ilovaga kirishga urinayotgani haqida xabar kelsa, kutib o'tirmang. Bankka qo'ng'iroq qiling, kartani blok qildiring, aloqa operatoriga murojaat qiling. Kerak bo'lsa ichki ishlar organlariga ariza yozing. Arizada voqea sanasini, qo'ng'iroq raqamini, kelgan SMS matnini, yechilgan summani, bank kartasi raqami to'liq emas, oxirgi raqamlarini, barcha muhim holatlarni yozing. Screenshotlar bo'lsa saqlang. 10-qadam. Har oy kichik tekshiruv qiling. Pensiya tushganmi, qancha tushgan, qayerga sarflangan, kartadan notanish pul yechilmaganmi, telefon raqamga notanish xizmat ulanmaganmi? Bularni ko'rib chiqing. Bu 5 daqiqalik ish, lekin katta muammoning oldini oladi. Demak, men bugun asosiy fikrni aniq aytdim. Telefoni bor pensionerlar uchun avtomatik to'liq taqiq degan gapni ko'r-ko'rona tushunmaslik kerak. Telefonning o'zi muammo emas. Muammo telefon raqami, SIM karta, bank kartasi, SMS kod, mobil ilova va pensioner nomidan qilinayotgan pul harakatlarida. Agar raqam o'zingizda bo'lsa, karta o'zingizda bo'lsa, kodni hech kimga bermasangiz, begona pul aylanishlariga yo'l qo'ymasangiz, telefon sizga qulaylik beradi. Agar raqam boshqalarda bo'lsa, karta boshqalarda bo'lsa, telefoningizga kelgan kodlar nazoratsiz bo'lsa, bu pensiya, nafaqa. Ijtimoiy yordam va shaxsiy mablag'laringiz uchun xavf tug'diradi. Men sizdan so'rayman, oilangizdagi pensionerlarning telefon raqamlari va bank kartalari tartibdami? Sizda shunga o'xshash holat bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bobo-buvingiz, qo'shnilaringiz bilan albatta ulashing. Bu mavzu oddiy ko'rinsa ham, vaqtida tushunilsa, ko'p odamning pensiyasi, puli va tinchligini saqlab qoladi.